Maylimi? Unadi menga. Bu Norin daryosi. Juda yaxshi bilamiz-da buni. Uchqo'rg'on tumanidan 35 kilometr masofada oqib o'tadi. Bizga Xudo bergan yerda bizdan o'tgan qismi tiniq, sovuq suvligi uchun shoh baliq, farel bo'ladi. Ha, bilaman. Shu yerdan sal oldinroqdan Katta Farg'ona kanaliga ulangan. Shu 45 kunda kavlangan 39-yilda mana shu 350 kilometr masofada Farg'ona vodiysini ichimlik qishloq xo'jaligi suvi bilan ta'minlaydi. Eng qizig'i, dunyoda rekord qo'ygan bu kanal hali 39-yil kavlangan bo'yicha hali tozalanmagan. O'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega. Bundan tashqari bizdan katta Andijon kanali, katta Farg'ona, Namangan kanali, jamiki 12 ta katta kanal O'zbekiston vodiydagi eng katta chuchuk kanallar bizda o'tadi. O'zbekiston qayerdan boshlansa, Uchqo'rg'ondan boshlanadi deysiz-da. Chegara bor-ku. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Uchqo'rg'onga borsang deydi. O'zbekistonda qayerdan boshlanishini ko'rasan. Qanchaligidan qilib berganmiz. Tinchlik, xotirjamlikda kelasi yillar ham mana shunaqa bayramlarda hammamizga nima deydi? O'tkazish, tabriklash hammamizga nasib etsin. Ustozlar umrlari uzoq bo'lsin. Alloh. Ayting o'zingiz ham.